Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugun Yangiyer shahar kadastr palatasi tomonidan sizlarga rahbarlik va uchrashuv va natijasi bo'yicha quyidagilarni ma'lum qilamiz. Ko'pchilikka yaxshi ma'lumki, Yangiyer shaharida Ma'rifat mahalla hududida joylashgan bog'dorchilik, uzumchilik shirkatlari hududidagi uzoq yilda davomida aholi tomonidan o'zboshimchalik bilan turar joy qurilib istiqomat qilib kelmoqda. Natijasida shirkat hududida aholi o'z va oila a'zolari bilan ro'yxatdan o'tishi, gaz, suv tarmoqlari ulashda ko'plab muammolarga uchramoqda. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarga fuqarolarning farovonligini yo'lida qabul qilingan qonun va qaror bilan kabi uzoq yildan beri yechim kutilayotgan dolzarb muammolarni yechib bo'lmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Ma'lumki 2024-yil 5-avgust kuni o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalarini hamda ularga qurilgan bino va inshootlarni bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-sonli O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilingan bo'lib, ushbu qonunda 8-moddasiga ko'ra fuqarolarning bog'dorchilik va uzumchilik shirkatlari hududida joylashgan turar joylari bo'lgan mulk huquqlarini hamda ularni egallagan yer uchastkalari bo'lgan ijara huquqlarini e'tirof etish asosida belgilangan bo'lib, fuqarolarga bog'dorchilik va uzumchilik shirkatlari hududida joylashgan turar joylarga bo'lgan mulk huquqini hamda ularni yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqlarini e'tirof etish uchun quyidagi shartlarni barchasini rioya etganligi asos bo'ladi. Agar fuqaro bog'dorchilik, uzumchilik shirkatiga a'zosi bo'lsa, mazkur yer uchastkasiga boshqa jismoniy va yuridik shaxslar ajratilmaganligi yoki elektron onlayn auksion qo'yilmaganligi, mazkur yer uchastkasida foydalanishni yuzasidan jismoniy va yoki yuridik shaxslarning o'rtasida nizolar mavjud bo'lmaganda, mazkur yer uchastkasining soliq va unga qurilgan bino inshooti mol-mulk soliqlarining qarzdorligi mavjud bo'lmaganda e'tirof etiladi. Ushbu qonun ijrosini ta'minlash maqsadida Davlat kadastr palatasi Sirdaryo viloyati boshqarmasi Yangiyer shahar filiali tomonidan quyidagilar ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, qonunning 13-moddasiga muvofiq Sirdaryo viloyati hokimligi belgilangan tartib asosida 2025-2026 yillar uchun ishlab chiqilgan hamda kadastr agentligi direktori tomonidan tasdiqlangan reja grafik asosida Yangiyer shaharda xatlov ishlari amalga oshirilmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.